Sen albatta dunyoning eng yaxshi futbolchisi bo'lasan. Kechirasiz, mening nabiram futbol o'ynamoqchi. Yo'q, u juda kichkina-ku. Xo'sh, kim futbol o'ynamoqchi ekan? Mening nabiram. To'g'risi, bilmadim. U juda kichkina. Yoshi nechida? Uning yoshi 6 da. Lekin u juda tez yuguradi. Qo'lingdan nima keladi, bolakay? Hamma narsa. Tez yugurishing aniqmi? Seni chap qanotga qo'yaman. Buni ushla. Buniki maydonga tezroq tusha qol. Boshlaymiz. Bu eng kichkina Messimi? Ha, akalarga o'xshagan deb umid qilamiz. Gol! Bu jon o'sha kun bugun bo'lishi mumkin.